Xabaringiz bor, Ali Lazer faqat lazer apparatlarni emas, ularga kerak bo'ladigan shunaqangi zapchastlarni ham yetkazib beradi. Hozir bu ko'rib turgan zapchastlar SO2 hamda temir lazer uchun alohida qilib terib qo'yganmiz. Bu yerdagi assortimentlarimiz bir qismi hozir sizga birin-ketin bizda qanaqangi zapchastlar borligini sanab o'taman. Birinchi bo'lib SO2 dan boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek blok invertorlar, suv shlang, havo shlang, gofralar, Wi-Fi miya, kontrollerlar, fokusli linzalar, golovka hamma turlari, passantimetr, datchiklar, chiller kontrollerlari hamda kontroller plyonkalar, remen amortizator, pachenilar, zerkalalar, xo'p, havo kompressorlari, ulitkalar, bundan tashqari chillerlar. Ustakalarimiz yaxshi bilishadi, o'ziga kerakli bo'lgan ko'rib turgan hamma zapchastlarni SO2 dan topsangiz bo'ladi. Bulardan tashqari kolbalarni ham alohida sotib olishingiz mumkin. Golovka desangiz, golovkalarimiz ham bor. Temir lazerga keladigan bo'lsak, keramika, zashniy linza, nasadka, sopla, kollimator, fokusli linzalar, istochnik. Albatta, istochnikni ham alohida sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari kompressor 15 kilovat 16 barda ishlaydigan kompressorlar. Ko'rib turganingizdek, linzalar assortimentlari juda ham katta. Eng kichkina razmerdan eng katta razmerlargacha xohlagan razmerlaringizga topishingiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari alohida golovkalarimiz ham bor. Buyurtma asosida xullas temir lazer bo'ladimi, SO2 lazer bo'ladimi, barchasini 0 dan 100 gacha yig'ib terish xizmatlari yoki ularga servis xizmatlarini ko'rsatish uchun Ali Lazerning quyidagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.